Assalomu alaykum. Bugungi loyihamiz o'ylaymanki juda qiziq bo'ladi. Bu loyihani qurish uchun sizda 7,5 sotixli yer maydoni kerak bo'ladi. Loyihamizning umumiy o'lchami 24 metr 30 santimetr ko'cha tomoni, uzunligi esa 31 metr 30 santimetrni tashkil qiladi. Do'stlar, loyihani boshlashdan oldin qisqagina bir narsani eslatib o'tamiz. Bizni kontentimiz rivoji uchun videolarimiz ko'proq odamlarga tarqalishi kerak. Videolarimizning ostiga ko'proq layklar bosilishi kerak. Albatta, fikr-mulohazalar bizni o'sishimiz uchun va qandaydir xulosalar chiqarishimiz uchun ham juda muhim. Shuning uchun fikr-mulohazalaringizni qoldiring, layklarni bosing. Agarda bizni xizmatimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Butun respublika bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Masalan, yaqinda Tojikiston, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlariga bordik. Undan oldin esa Qirg'iziston respublikasiga chiqib keldik. Va shu kabi ma'lumotlardan tezroq boxabar bo'lish uchun Telegram kanalimizni kuzatib borishingiz mumkin. Telegram kanalimizda kunlik qayerga bordik, qaysi obyektimizni ko'rdik. Mana shu YouTube'da chiqarilayotgan obyektlarimiz hozirda qurilish jarayonida ketyapti. U obyektlar qanday qurilyapti, uni realniy holatda ham ko'rsangiz bo'ladi. Yana bir bor eslatib o'taman. Ko'cha tomonimiz 24 metr 30 santimetr, uzunligi esa 31 metr 30 santimetr. Bu loyihamiz ham Tojikiston Respublikasiga qilib berilgan. Asosiy binomizning o'lchami 18 metr 20 santimetrga 14 metr 40 santimetrni tashkil qiladi va asosiy binomiz o'z ichiga bitta hol, bitta oshxona, bitta mehmonxona, 3 ta yotoqxona va 3 ta sanuzelni oladi. Bundan tashqari esa qo'shimcha ravishda tashqarida alohida yana bitta mehmonxona, hammom, hojatxona hamda omborxona qismlari qoldirib ketilgan. Bu loyihamizning o'ziga xos tarafi shundaki, loyihamizdagi har ikkala mehmonxonaning ham kirish eshiklari alohida qilingan. Lekin mana shu ikkita mehmonxonamiz ham asosiy binoga yaqinroq qilib, uzviy bog'liq holatda joylashtirib o'tilgan. Ayniqsa orqa tomondagi mehmonxonamizning kirishi xuddi mana shu orqadan zabor tashlaganmiz va mana shu joydan yo'lakcha qilib mehmonxonaga kiradigan qilib ketganmiz. Orqa tomondan alohida ikkita kirish demak xoti bor. Birinchisi kalitka hisoblanib, o'ng tomonda joylashtirib ketilgan, ikkinchisi esa asosiy darvozaxona qismi hisoblanadi. To'y ma'rakalarda xuddi mana shunday ikkita tomondan kirib, ayol erkaklar demak bemalol foydalansa bo'ladi. Xuddi mana shunday qilib mo'ljallab ketilgan. Albatta, ko'cha tomon zabor tashlanib, uy qochilib qilingani esa albatta ko'chadagi shovqindan, chang-to'zondan sal bo'lsa ham asosiy uyimiz uzoqroq bo'ladi. Endi esa qolganini hammasini videoda o'zingiz ko'rib borishingiz mumkin. Biz iloji boricha hammasini tushuntirib o'tamiz qo'limizdan kelgancha. Demak, biz boshladik. Asosiy binomizga kirish eshiklari 3 ta desak ham bo'ladi. Birinchisi xuddi mana shu ko'rib turganimiz orqa tomondan kirish bo'ladi. Ya'ni orqa tomonimiz mana shunday ko'rinishga ega va ichkariga kirganimizda, zinadan ko'tarilganimizda o'ng tomonda bizni mehmonxona qismimiz qarshi oladi. Mehmonxonaning eshigini oldida esa koridorga kirishga alohida eshik qoldirib ketilgan. Mehmonxonamizning derazalari esa darvozaxonaga va orqa tomon zaborga qaratib ketilgan. Endi esa biz loyihamizning old tomonidan kirish eshiklarini tushuntirib o'tamiz. Old tomondan xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega va ikkita alohida kirish eshiklari qoldirib ketilgan. Birinchisi chap tomondan kirish eshigimiz. Ichkariga kirganimizdan so'ng bizni eng birinchi bo'lib holimiz qarshi oladi. Holimizning umumiy kattaligi esa 42,7 metr kvadratni tashkil qiladi. Holimizning qarama-qarshisida esa yotoqxona qismi joylashtirilgan bo'lib, yotoqxonamizning umumiy kattaligi esa 19,2 metr kvadratdan iborat do'stlar. Yotoqxonamizdan chiqdik. Holimizning orqa tomonida esa sanuzel qoldirilgan bo'lib, umumiy maydoni 4 metr kvadratdan tashkil topgan do'stlar. Va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega. Sanuzelimizda fortishkalar bo'lmaganligi sababli biz yaxshiroq dimoxod tizimi qilib yuqoriga
havo aylanish tizimini chiqarib yuboramiz. Bu sanuzelimizning orqa tomonida esa ko'rib turganlaringizdek ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qismi bor. Yotoqxonamizning umumiy kattaligi 22,2 metr kvadratni tashkil qiladi va bu yotoqxonamizning ichida o'zining alohida sanuzeli, sanuzelining umumiy kattaligi 3,7 metr kvadratdan iborat do'stlar. Va xuddi mana shunday umumiy tuzilishga ega. Endi esa biz koridorimizga qaytib chiqamiz. Koridorimizdan so'ng esa tashqariga yana qaytib chiqamiz. Ya'ni avval boshda chiqqan, demak tashqi tomonimizga chiqib, ikkinchi kirish eshigimizdan biz davom etamiz. Mana shu eshigimizdan ichkariga kirganimizdan so'ng chap tomonda ko'rib turganlaringiz boshda tanishtirib o'tgan hol qismimiz qoldirib ketilgan. Holimizni maydonini aytib o'tdim. Ya'ni holimiz ikki tomonni bog'lovchi sifatida joylashtirib ketilgan, lekin birinchi kirish qismiga ko'proq daxldor qilib, ochiq qilib qoldirib ketganmiz. Mana shu holimizning eshigini qarama-qarshisida esa oshxonamiz joylashtirilgan. Oshxonamiz 19,2 metr kvadrat kattalikka ega, ichida bemalol oilaviy o'tirib tamadi qilsa ham bo'ladi. Oshxonaning orqa tomonida esa 22,5 metr kattalikka teng bo'lgan yotoqxona qismimiz mavjud do'stlar. Bu yotoqxonani bemalol ota-onalar yotoqxonasi desak bo'ladi. Yotoqxonamizning ichida esa o'zining alohida 3,8 metr kvadratlik sanuzeli ham mavjud do'stlar va xuddi mana shu joyda qoldirib ketilgan. Va yana bitta narsa, mana shu uyimizning osti to'liq podval sifatida joylashtirib ketilgan. Podvalimizga kirish eshigi esa xuddi mana shu korpusimizda koridorimizning eng to'g'risida joylashtirib ketilgan. Endi esa do'stlar ikkinchi mehmonxonamizga kiramiz. Darvozaxonamizdan kirganimizda to'g'rida ikkinchi mehmonxonamiz joylashtirib ketilgan. Mehmonxonamizning umumiy kattaligi esa 29 metr kvadratni tashkil qiladi. Mehmonxonamizning derazalari hovli qismiga qaratib o'tilgan. Uning yon tomonida esa alohida yozgi oshxona, hammom, hojatxona hamda omborxona qismlari alohida qilib qoldirib ketilgan. Bugun sizlar bilan mana shu loyihamizni qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik. Agarda shu loyihamiz sizni yana ham qattiqroq qiziqtirsa va bu loyihamizni sizda real holatda qurish istagi bo'lsa, bemalol yuqoridagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ish boshqaruvchimiz bilan bog'lanasiz va bu loyihani qo'shimcha tafsilotlarini olishingiz mumkin. Kerak bo'lsa chizmalari, ketadigan rasvot material, santexnika, elektrika qismlarigacha ham olsangiz bo'ladi. Keyingi loyihalarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.